Assalomu alaykum, qadrli Andijon Rezavor Telegram va YouTube kanali a'zolari. Sog'lig'inglar yaxshimi? Mana bugun Xudo xohlasa 9-oktyabr. Endi vaqtimiz bo'lib yana shu savollarga javob beraylik degan ma'noda ko'p muhokama bo'lgan bitta savol bo'ldi. Shu gruppa davomida ko'rib nazorat qilib turganimizda malinani orasini qancha masofaga ekiladi, ya'ni qator orasini qancha masofaga ekiladi degan savol ko'p bo'ldi. Shunda hamma o'zini fikrini aytdi. Biz shu fikrlarga qo'shimcha qilgan holatida Xudo xohlasa bir yana qo'shimcha qilaylikki, odamlarga osonroq bo'lsin tanlash. Biz umumiy kriteriyalarni aytib o'tib ketamiz, ya'ni mezonlarni aytib o'tib ketamiz. Kim nimani xohlasa shunaqa qilib qiladi, ya'ni variantlar aytib ketamiz. Shu variantlarga qarab turib hamma o'zini xohlaganidek ekadi. Malinani ekish uchun dunyo bo'yicha qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar dala sharoitida ekishga tavsiya qilinadi 3-3,5 metr orasiga qator orasi qanaqa zo'r bo'lishidan qat'iy nazar 3-3,5 metr hisobidan ekiladi. Endi bizda bu holat to'g'ri kelmaydi. Qaysiki yerlar oz, maydonlari oz, masalan 3-4 sotiklik yerlar egamida yoki bir 10-15 sotikmi, xullas gektar egami misol gap. Endi chet elda bu narsa aytilishiga sabab 3-3,5 metr deyilishiga sabab ular o'rtacha 5 gektar maydonlarga, minimum 5 gektar maydonlarga tavsiyalari bu. Bu gaplar hammasi o'z-o'zidan aytilmaydi, ya'ni undan eshitib, bundan eshitib qilinmaydi. Именно halinaqa aynan shu narsaga yo'naltiriladiki, nima maqsadda ekilganiga bog'liq bo'ladi, qatorda oraligi va qaysi sort ekishiga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun mana ba'zi bir sortlar bo'ladi, qatorlar oralig'i 1,5 yoki 1,20 gacha ekiladi. 1,20 ga qanaqa sortlar ekiladi deyiladigan bo'lsa, siz oldin qaysi sort ekishingizni va qaysi maqsadda hosil olishingizni aniq belgilab olsangiz, shunga qarab turib qator oralig'i tanlanadi. Misolga bo'ladi, misol 1,20 ga eksa bo'ladimi malinani desa, men bo'ladi deyman. Misol uchun qanaqa sortlarda? Tutaymer sortlarda, ya'ni tutaymer bo'lib qanaqa, masalan Maravillamidi, Margarittamidi misol, Gusariyami yangi sortlardan. Xullas, birinchi yil ekasiz, ya'ni yoki nechinchi yil eksangiz ham o'sadi malina, haligi tekis qirilgan, nima deydi, kuzda yoki qishda tagidan noldan kesib yuborasiz, bahorda shoxini chiqarasiz va bu shunaqa sortlar bo'ladi. Masalan, Maravilla, Margarita sortlari yoki masalan Gusariyami yoki Violetmi yangi sortlarda, endi ko'proq tutaymer sortlar yangi sortlar hisoblanadi. Shu sortlarda o'sib chiqsa, o'sib chiqadigan bo'lsa, faqat bitta o'zi o'sib chiqadi. Bitta o'zi o'sib chiqib turib 2 metr egamida yoki 3 metr egami yoki 1,80mi, 1,60 metrga yetganda bo'yi уже meva hosil qilishni boshlaydi, tugishni boshlaydi va mevasini 3 tomoni qiladi. Buni bilasizlar. Shunaqa meva qiladigan sortlar bo'ladigan bo'lsa, masalan, Yamni misol Maravillalar. Shunaqa sortlarga 1,20 ham bemalol yetadi. Bunga Yamni misol, ya'ni yaqqol misollarda aytishimiz mumkin. Masalan, meni uyimdagi tomorqamdagi sortlar ham rasmlarini qo'yib qo'yaman. Shularda oralarida 1,20 ekilgan. 1 metrliklari ham bor. Ga borib, shu Maravilani angliskiy kelib chiqqan Maravilani ekkan bu odam shu Maravillalar orqali Rossiyaga tanilgan odam. 2016-yil, 2017-yillardan boshlagan, ya'ni salkam 10 yil bo'lib qolgan. Shu odam ham 1,60 dan oshirmaydi. O'stirib turib faqat 3 dan hosil oladi xolos. Tutaymer qilib ishlatmaydi. Noldan kesib yuboradi yana kuzga kelib. Bir marta hosil oladi. Shu hosilni ham Xudo xolasa gektariga hisobida o'zi gektari yo'q, o'zi 15 sotiklik bitta uchastkasi bor.
keyin 7 sotiylik bitta uchastkasi bor. Shuni holatidan ham bemalol 1,5 tonna, 2 tonnagacha hosil oladi. Bizni gektariga ko'paytiradigan bo'lsak, 1 gektariga o'rtacha 17 yoki 20 tonnagacha hosil oladi degani bo'ladi. Mana keyingi sortlarimiz bizda ko'p tarqagan sortlar bor. Polka Palana degan sortlar bor, masalan, Denliva degan sortlar bor. Bularni qator orasini necha ekish kerak deydigan bo'lsa, bularni qator orasini eng kami 2,5, o'zi 2,5 ham juda kam hisoblanadi. Yoki 3 metr yoki 3,5 metr ekish tavsiya qilinadi. Nimaga deyiladigan bo'lsa, shu ekayotganinglarda ko'chatliklarda yoniga o'shni hisobga olish kerak. Polka Palana, Denliva masalan, Mapema degan sortlar, bular xuddi izg'iritga o'xshab o'sadi. Ya'ni Maravilla, Margaritaga o'xshab bitta shox chiqmaydi-da, u yonidan shoxlab ketadi. Ya'ni malinani bir qatorga ekasiz, ekkaningizdan keyin o'sha 2-3 yildan boshlab, ayniqsa 3-yildan boshlab turib yoniga 1,5 metr bu tomonga qo'shiladi, yerdagi hajmi bo'yicha va 1,5 metr bu tomonga qo'shiladi. Dan boshlab 1 metrdan 1,20 yoki 1,5 metrgacha joy egallaydi. Shunda sizlarda o'tayotganinglarda, masalan, ikkita qatorni orasida o'tayotganinglarda yoki agrotexnika qilayotganinglarda, ayniqsa mevasini hosil terayotgan paytinglarda ikkita odam yoki bitta odam o'tib kelayotganda malinani teradi va terish davomida mevali shoxlarga tegib ketishini hisobiga shoxlar juda ko'p mo'rt bo'ladi, uchlari mo'rt bo'ladi. Shuni hisobiga ular tez sinib ketadi. Shunda hosilda ko'pini yo'qotib qo'yishinglar mumkin bo'ladi. Shu sababli bunga alohida e'tibor berish kerak. Bunga 2,5 metr deb 2 metr qilib ek deyish umuman aqlga sig'adigan narsa emas. Endi yana bir narsa, masalan, Margarita, Maravilla yoki Vayda shunga o'xshagan tutaymer bo'ladigan sortlarda tutaymer holatida qilib ekaman deydigan bo'lsanglar, bunda ham kamida 2,5 metr qilish kerak bo'ladi. 2 metr ham juda kichkina hisoblanadi. Misol uchun tutaymerga qoldirgan bo'lsanglar, bahorda shu tutaymer shoxlari eng kichkina holatiga agar yaxshi qaror bo'ladigan bo'lsa 30 santimetrdan boshlab, ya'ni o'sadi shox, 30 santimetr shox chiqaradi yonboshga, lateral deydi bu narsani. Lateral shoxlari 30 santimetrdan boshlab 70 santimetrgacha o'sadi. Shunda mevalarini hisobiga, kengashi shunday qo'lni hisobiga 70 santimetrga o'sishini hisobiga shunaqa narsa bo'ladiki, keyingi qatordagi agar 1,5-2 metr qilinadigan bo'lsa, o'rtada bir 60-70 santimetrlik joy qoladi. Shunda malina terayotgan odam malinalarda shikastlab qo'yishligi, malinalarga shu pishish davomida qilinadigan agrotexnikalari qiyinchilik tug'diradi. Shu sababli tutaymer holatiga ekaman deydigan bo'lsanglar, kamida 2,5 metrda hisobini olishinglar kerak bo'ladi. Shunaqa qilib malinalarning qator oraliqlari aynan qaysi sort ekishingizga qarab, shu sortdan qanaqa hosil olishingizga qarab belgilanadi. O'z-o'zidan 2 metr ek, 3 metr ek yo 1,5 metr ek deydigan emas bu narsa. Lekin hamma sortga tushaveradigan, ya'ni universal masofa 3 metr hisoblanadi. Minimum 3 metr hisoblanadi. Shunda qanaqa sortni qanaqa holatida ko'paytirmoqchi bo'lsangiz ham, hosil olmoqchi bo'lsangiz ham tushaveradigan optimal masofa shu hisoblanadi. Shundan kelib xulosa chiqaramiz ekanki, malinalarning qator oralig'i nimaga asoslanadi? Asoslanadi shungaki, birinchisi siz qaysi sortni ekayotganingizga bog'liq. Ikkinchisi, shu sortdan qaysi maqsadda yoki qanday yo'l bilan hosil olishingizga bog'liq bo'ladi. Endi shu ikkita narsani bilib oldingizmi? Keyingi narsasi, shu sortingiz masalan bir marta yoki o'sha tagidan qirqib yuborasiz, bahorda 0 dan o'sib chiqadi, yer barabar o'sib chiqadi. Shunda oxirgi shu uchidan hosil oladigan bo'lsangiz, bu 1,20, 1,50 santimetrlik bemalol yetadi. O'sadigan malina tanlagan sortingiz bo'lish kerak, shoxlamaydigan malina bo'lish kerak. Ya'ni tagidan bachkilamaydigan malina kam
ko'chat beradigan malina sortlari shu Violet, Gusaria, Margarita, Majestic, Maravilla degan sortlar bunga juda yaxshi tushadi. Endi keyingisi shu sortlarni tutamir holatiga olaman deydigan bo'lsanglar, ya'ni shu kuzda shoxlarni qoldirib qo'yasizlar, bir qator qilib shox qoldiriladi. Shunaqa qilib vam hosil olaman deydigan bo'lsanglar, bunda o'rtacha 2 2.30 dan boshlab turib 2,5 ham o'zi minimum hisoblanadi. 3 metr, 3,5 metr orasida olsanglar juda yaxshi bo'ladi. Endi keyingisi uchinchisi bo'ladi. Bu o'sha Polka, Palana, Mapema, Denliva sortlariga o'xshagan malinalar, ya'ni izg'iritsimon bo'lib o'sadi. O'sha yoniga hovlab o'sadigan malinalar bo'ladi. Bular eng kami 280 yoki 3 metr olish tavsiya qilinadi. Agar 3 metr olib ekadigan bo'lsanglar, o'rtada bemalol 1 metr masofa qoladi. Bu 2-3 yildan keyin bo'ladi bu narsa. Shunda traktorgamida yoki mini traktormi, kultivatormi yoki terimida qiyinchiliklar yoki nobudgarchiliklar bo'lmaydi. Malinalarning qatorlari именно shu mezonlarga asoslanib tanlanadi. O'z-o'zidan hamma malinaga moni qil, oni qil degan narsalar to'g'ri kelmaydi. Shuni hisobga olinglar. Maslahat berayotganda ham imkon bo'lsa mutaxassis orqali maslahat olib berishlikni yoki hech bo'lmasa hozir biz sizlarga aytayotgan maslahatlarga asoslanib tanlov qilishinglarni tavsiya qilib qolamiz. Agar yana bir savollar, kamchiliklarimiz bo'ladigan bo'lsa yoki shu narsaga qo'shimcha bo'ladigan bo'lsa, bemalol shu Andijon Rezervor Telegram kanalimiz bor. Shunda bemalol o'zingizlarning fikrlaringlarni yozib qoldirishinglar mumkin. Xudo xolasa, albatta vaqtimiz bo'lsa-ki javob beramiz. Agarki berayotgan savollaringlar muhim bo'ladigan bo'lsa, imkon qadar vaqt ajratamiz. Agar umumiy savollar bo'ladigan bo'lsa, shunga o'xshagan videolar qilib sizlarga yetkazib berishga harakat qilamiz. Salomat bo'linglar.